Hurmat o'zbek kinosi Ahad Qayumdan qutulyapti. Ahad Qayum sizni nolga o'tirdi, uyini sotishga qo'ydi. Uyini sotgandan keyin butun O'zbekiston qutulamiz. Doimo dug'ida bo'linglar. Ana bu taraf mana oshxona qismi. Bu joyga bilasizlarmi? Keling 6 ta pomidor bor edi, bittasi qara degan kinoni chiqa olingan. Ana bu taraf mana mehmonxonasi mana. Bera mehmon bilan yurgan kelin, mehmonga o'ynashib yurgan kelin, mehmon bilan zakonni chot chiqib yurgan kelin degan kinolar chiqa olingan. Ana bu tarafga Ahad Qayum eng katta prosmotr degan kinolar olingan. Eri Rossiyaga ketgan payt qaynotasi bilan yurgan kelin, zo'riqqan kelin, to'ymasak kelin, nagruzga qo'ygan kelin degan kinolar chiqa olingan kinolar. Ana to'li tamomda Ahad Qayum umuman foydalanmaganlar. Agar bir yuvinib, chiroyli bo'lib bir yaxshi idea qilsalar, yaxshi prosmotr yerda. Xullas kalom bu uyimiz Buxoro shahar Sharq bozorchaning oldida joylashgan. 5 etajli yangi domda 4-etajda joylashgan. Uyimiz 80 kvadrat metr, narxi 52500 mi? 52500 deyaptilar. Ahad Qayum nomerini pastda qoldirdim. Uyda olmasalar ham telefon qilib o'ynatsalar bo'ladi, chunki u kishi Ahad Qayum biza butun dunyodagi Gollywood, Bollywood aktrisa, aktyor, ashulachilar hammasini uyini o'zimiz sotamiz. Qashqi House'ga obuna bo'linglar, bizani kuzatinglar. Ahad Qayum bu videoni ko'rganingizdan keyin uyini sotishga qo'ygan kelin, uyini sotishga qo'ygan kiya degan kinolar omma iltimos sizdan, aka. Sizni yaxshi ko'ramiz, ijodingiz umuman yoqmaydi.